Assalomu alaykum, hurmatli No'qat Qo'ychi motor kanali qatnashchilar. Bugun 1-may 2024-yil Jonliqat oylab o'tgan Saxoboy Esolu bog'ına keldik. Shu yerda chayxonaga keldik. Ketdiganda chayxonada ma'lumot olamiz. Boring, bu to'liq chayxonaga keldik. Hozir qarangizlar. Qayrag'ashlik yutugan bosgan ekan. Shu yerda ma'lumot olamiz. Bor mestasi bor ekan. Joyinda mana mesalar bor. Aman bu yerda qasaba bor ekan, go'sht. O'zdan ekan kelib hisob ketsangiz bo'ladi. Bemalol. Assalomu alaykum. Chiqitgan ekansizlar. Keldik. Chayxonalar ochilibdir. Açıldı ha. Ha, yaxshi. Ma'lumot yurkasan, piratda o'zingizda bor ekan-da? Bor o'zida. Ha, yaxshi. Qarajat bor. Kelaverasiz. Soat qanchadan qanchaga ishlaysizlar? Saatdan kechki. Saat 12 ishlaydi. 12. Telefon nomerini aytib qo'yasizda. 71 bilan. 71 bilan 29 29 28 76. 28 76. Murza boy desa bo'ladi endi, ha? Kelganda mana Saxoboda kirib qolgan sol joqda mana qachilarning jonida ekan. Kelib bemalol olib ketaveringizlar. Mesalar keng yeri. Kelib olib ketaveringizlar, bemalol. Dog'ni nima qilamiz? Foydalanishamiz. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'rishing. Assalomu alaykum, Power aka. Yaxshi, hoş bo'ldingmi? Yaxshi, yaxshi o'zingiz. Respekt. Hoş bo'ldingmi? Ay, yaxshi. Siz boshlayapsiz aka, ha? Maşallah. Kesinlikle şu ekan osh shirin bo'ladi. Kelaveringizlar. Oshlar pishib ekan mana. Qarangizlar. 1 kilo osh qancha oldi tata aka? 2000 yol yaptı, 2000 ilgili öter. 2000 ha? 2000 kişisini ötüyorken 1 kilo ha. Kelaveringizlar. Mesası bor, çayı bor, jayi bor. Kelib olib olib ketaveramiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar.